Ushbu qo'limda turgan no'xat do'kkaklari ko'sak qurti yoki bo'lmasam g'o'za tullami zarari bilan zarar yetkazilgan va hosildorlikni sezilarli darajada kamaytirib yuborishga sabab bo'ladi. Agarda sizlar ham no'xat yetishtirayotgan bo'lsalaringiz va sizlarning ham no'xat maydonlaringizda mana shunday zararkunandalar zarar yetkazmasligi uchun bizga obuna bo'lishni unutmang. Men sizlarga hozir batafsil ma'lumot beraman. Bunday holatga kelmaslik uchun tizimlik, xalq tilida sistemali preparatlar bilan ishlov berish kerak. Qanday preparatlar degan savolga hozir sizlarga batafsil ma'lumot beraman va ekran oldiga preparatlarning nomi bilan sarf me'yorini yozib o'tamiz. Bularga Vural preparat kiradi, gektariga 200-250 gram sarf me'yorda qo'llaniladi. Arimsid preparat kiradi, gektariga 300-400 gram sarf me'yorda qo'llaniladi, hamda Emaxmar preparat kiradi, gektariga 300-400 gram sarf me'yorda qo'llaniladi. Ushbu yuqorida aytib o'tgan preparatlarning barchasi sistemalik, ya'ni uzoq vaqt davomida samarali kurash tizimini sizga ko'rsatib o'tadi. Ushbu ekinda nimaligini Samarqand viloyati, Jizzax viloyati, Qashqadaryo viloyatida lalma dehqonchilik rivojlangan viloyatlarimiz juda yaxshi biladi. Aynan bu ekinning nomi no'xat. No'xat respublikamizda eng daromadi yaxshi bo'lgan suvsizlikka chidamli ekin turlaridan biri hisoblanadi. Dukkakli ekin hisoblanadi. Ya'ni mana shunday dukkaklar orasida donlar rivojlanadi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun like tugmalarini bosib qo'yinglar.